Hürmetli vatandaşlarım, bugünkü leksiyemizle başlayımız. Leksiyede size hazır Washington'dan sözleyimiz. Bugünkü temellerimizin məzmunu tüvendikçe mesela alaylı. Yakında Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump, Amerika Qo'shma Shtatlari bilan İran o'rtasida imzolangan kelishimdan chekinib chiqish to'g'risida, chekinib chiqmaganda hech bo'lmasa buni ijro qilish masalasida nutq so'zladi. Shunga bu masala İran bilan Amerika o'rtasidagi yadro qurollari kelishimiga berib taqaldi. Endi bugun yetib kelgan bir parcha maqola qarasak, bu azdır köptür bir Jungo'ga kelib taqaladi ekan. Jungo'ga munosabatli bo'lib qoldigandek turdi. Shundaq bo'lganda O'rta Sharqda İran bilan yadro qurollari masalasida, shundaq bo'lganda Sharqiy Shimoliy Osiyoda Chavshan bilan yadro qurollari masalasida Jungo'ning zada qandaq bog'lanishi bor. Amerikaning bu strategik siyosatining mazmuni nima? Bu mazmunga biz hozir javob bermaymiz, lekin hozirgi siyosatda vaziyat shundoq kelgan ekan, shunga birinchi bo'lib bu xabarni yoki bu leksiyani tayyorlab keldim, vatandoshlarga yo'llayman. Mavzu mundaq: Prezident Trump İran'a qaratgan strategik siyosatni kuchaytirdi. İran yadro qurollari kelishimiga amal qilamdi, qilmamdi, buni dalillab oltarmaydigan bo'ldi. Mavzuli xabar 10 ayning 14-kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Aqsaray, Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump juma kuni İran'a qaratgan qattiq strategik siyosatni e'lon qildi. İran yo'l qo'yg'ili 2 yil bo'lgan İran va dunyodagi cho'ng davlatlar o'rtasida imzolangan kelishimning ro'yiga amal qilmadi deb ko'rsatdi. Bu strategik siyosat jumladan İran siyosiy hokimiyati yadro qurollarini taraqqiy qildiradigan yo'lni etib tashlaydigan normadan tashqari embargo yurgizish tadbirlarini o'z ichiga oladi. Prezident Trump Aqsarayda o'tkazilgan bir qatimliq mamlakatlik bevosita ko'rsatish televiziya programmasida mundaq ko'rsatdi. Bugun men bizning strategik siyosatimizni jakarlayman. Hamda biz qo'llanadigan İran siyosiy hokimiyatiga qarshi turib, bu hokimiyat abadiy ishga oshirilmaydigan diqqat qiling. Mening so'zimga İran yadro qurollarini abadiy taraqqiy qildira olmaydigan mumkinlikka kapolat qilishning tadbirlarini jakarlayman deb ko'rsatdi Prezident Trump. Prezident Trump 2015-yil İran va bexatarlik komitetiga a'zo 5 davlatning doimiy hayatlari, jumladan Germaniya va Yevropa ittifoqi bilan tuzgan kelishimdan Amerikaning chekinib chiqadiganligini tilga oldi. Lekin Prezident Trump mundaq ko'rsatdi: "Men shundan keyin İran bu kelishimga amal qildimi yoki amal qilmadimi deb dalillab oltarmayman. O'xshashla 60 kunlik vaqt belgilayman. Texmi ilgirlagan holda tadbir qo'llanishning zaruriyati bormi yo'q? Davlat majlisining o'ylanishiga 60 kunla vaqt beraman." Prezident Trump mundaq ko'rsatdi: "Biz dalillab oltirmaymiz. Bizga tonish bo'lgan yo'lda davomli mengayvermaymiz. Bu yo'l texmi ko'p zo'ravonlikqa elib bordi. Balki İran yadro qurollarini taraqqiy qildirish jihatda amaliy bosish hosil qiladi. Men ma'muriy doiralarga, davlat majlisiga va bizning ittifoqdoshlarimizga texmizcha hamkorlashib, bu kelishimning eg'ir yetarliklarini hal qilishi, İran siyosiy hokimiyatini yadro qurollari bilan abadiy dunyoga tahdid sololmaydigan holga tushirib qo'yish to'g'risida ko'rsatma berdi. Prezident Trump mundaq ko'rsatdi:
Eğer biz Devlet Meclisi ve ittifakdaşlarımız birlikte hal qilish loyihasi o'tirib qo'ya olmasak, undaqda İran bilan tuzgan kelishim joyidala qilishi kerak. Bu kelishim özlüksiz muhokama qilinishi kerak. Prezident bo'lish sifatim bilan Amerikaning bu kelishimga qatnashishini amaldan qoldira olmayman. Prezident yani mundaq chakardi. İranning ayrim odamlariga, rahbarlariga normadan tashqari embargo yurgizish, jumladan buning ichida islom inqilobiy qo'g'dirish qismlarining a'zolariga ham shundaq embargo yurgizish Prezident Trump hukumati haqiqatan İran yadro qurollari kelishimini muhokama qilish qonuni tuzish to'g'risida o'ylanib ko'rishni Davlat Majlisidan talab qildi. Bu qonun Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentining 90 kun ichida İran kelishimga amal qildimi, qilmadimi dalillash, elib berish to'g'risidagi qonun. Davlat ishlar kotibi Rakis Tillerson mundaq ko'rsatdi. Chiqish nuqtasi harakatini Davlat Majlisi o'rinlashtirdi. İranning bundan keyin yadro qurollari ishlab chiqarishga Amerikaning yo'l qo'ymasligiga iroda qilish to'g'risida kuchli signal tarqatdi.